Hello， 大家好，我是在新疆音乐采风的王江江。我现在呢是在新疆喀什地区的刹车县。今天我们将去拜访一位木卡姆的大师Yusuf Tohti，他已经演唱木卡姆有60年了，我们一起去认识一下吧。哎，Yusuf Ustaz， 要吃吗？要吃。Ustaz, qanday muqamda yurganda? Kichik vaqtimda dadamning og'zidan anglaydim. Dadamdan shu narsani anglab, soz chalishni, shu dutor chalishni o'rganib, dadamdan shuni o'rganib, shunday cho'ng bo'lganman endi. Ammo men 12 muqamni o'rganmakmi, tasgan, qat o'rganib bo'lmaydigan. 12 muqam deb degan bilan uning ichiga kirib ketsak, u egallab cho'ng nag'ma qismlaridan tortib mashrablari malni egallab u dengizning ichidan uzib chiqmoq tasbih yapgan endi. Ammo bizlar odamlar u notini bilmagandikan eng oldi bilan biz tekstni yodlashimiz kerak ekan. Tekstni yodlab shu mingimizga o'rnaganning yog'ida anandikan ahongni ashuning qalab o'tirib andini anglab mingimizga qachilsak ahongni andin qasi gapga kelgan vaqtda qasi ahong ishlayotgan ma'ni andin bunday qilganmiz. Ustaz, bizda 12 muqamda nima qancha soz bor? 12 muqamda sozning cheklanisi yo'q. Bizning maxsus uyg'ur chalg'isida endi dumbaqdan tortib dab, ney, sunay, duta, sata, tambur, ravab, iskirab, g'ajak, ney, sapoyi, qo'shoq deydigan mushunda sozlarni çalsa bo'ladi. Lekin ma'noga endi uyg'ur 12 muqamiga palani sozni chalasan, pokoni sozni chag'ilib bo'lmaydi deydigan gap yo'q. Shuni chelishni bilsa, dab udarni qechib ketmaydigan holatda chala olsa, har qanday sozni qo'shib chaqsa bo'ladi. Ustaz, men nava muqamda azroq o'rgandimmi? Halib shahri kelsa, meni yo'qlatishibamo. Ustaz, sizda muqamda arzu bormi? 12 muqam hozir ratlendi, to'liqlandi. Bunda deyilgan bilan yanilam orliqda to'liqlanmagan yerlari bor. O'shaq muqamida yarim saqi deydigan bir ahang bor. Agar 12 muqam rasmiy to'liq bo'lsa, boshqa 11 muqamda bo'lish kerak. Muqamda bor ahang, yana bir muqamda yo'q. Bunda yerlari bor. Ham bu shunda endi buningdan keyingi tadqiqotchilar, buningdan keyingi 12 muqam bilan shug'ullangan ijodiyatchilar ashuni to'liqlab ketadi deb o'ylayman. Kuyundaki her zaman bir kırmige Vadi sergerdan